Polomina ko'chatini olib keldi. Xudoy bersa, ошол жакын күндөрү ушуну bir күндөгү маселесин каратабыз. Себеби биздин максат ош шаарын ошол жакшыл шаарга айландыруу боюнча быйыл 35 миң дегенбиз, 25 миң өзүбүздөн, 10 миң бул жактан алып туруп, жакын күндөрү буюрса эгебиз. Avvalambor mana qardoshchilik chegara davlatlar bilan davlat rahbarlarining siyosiy irodasi bilan yanada ham yaxshi bo'lyapti. Bu ham bir o'zini bir nishonasi. Xudo xolasa mana shunaqangi yaxshi bir loyihalarni yana uzoq yillar birgalikda davom ettiramiz. Oş şaharında жақсы şaharga aylantıramız degan жақсы maqsadımız var. Boyib qavlondan ekilgan bahor oyida gullaganda juda ham chiroyli gullaydi. Baglari katta bo'lib, tez o'sadi, suv ko'p kerak emas.